2017 Nexia 2 ko'rganlar bormi? Ko'rmaganlar bo'lsa, men ham o'zim birinchi marta ko'ryapman, lekin mashincha ideal holatda bozorda bunaqasi juda ham kamdan kam bo'ladi, bo'lsa ham savdoga почти chiqmaydi. 2017 sanoqli chiqqan-ku. Propan gazlari bor, motor ходовой zo'r, gibrid motor. Kraska holatlari qanday? 20% petnosi bor. Yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Udar yo'q deyaptilar. Talonlar yaxshi holatda. Magicar pulti bor, pasadkalar qilib qo'yilgan. Mashina shaharniki, chunki pasadka qilgan bo'lsa, albatta shaharniki bo'ladi. Ko'pincha shaharda odamlar pasadka qilib berishadi. Chiqol polilar tashalgan. Salon ichlari Pioneer mikrofon, orqadan ko'rinishlari 99000 probegda bir kam почти bir kuruk bo'lgan. 99000 probeg. Orqadan ko'rinishlari, video registratorlari bor. Nexia 2 ni shunaqa yili balandidan qilib yurgan akalar bo'lsa jo'natib qo'yamiz. Bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Nexia 2 ni narxini taqalgani 4900 deblar. Variant V-Cube bor, generalni beriladi. $1000 bilan bemalol mashinalarni V-Cube orqali olib ketsangiz bo'ladi. Qolgani telefon qilsangiz, qolgani necha yilgacha bo'lganini bilib olsangiz bo'ladi. Pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar.